Yangi O'zbekistonda inson qadri va xalq manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Ayniqsa, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda chekka hududlarda munosib turmush sharoitini yaratish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Ana shunday bunyodkorlik ishlari Andijon viloyatida ham keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Xususan, Baliqchi tumanida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashga qaratilgan yirik loyihalar bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilmoqda. Mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi xalq uchun munosib yashash sharoitini yaratish va hududlarni rivojlantirishdan iborat. Shu bois bugun ichimlik suvi, oqova suv va muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini yangilashga qaratilgan yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Andijon shahrining 5 ta mahallalarida ham uzunligi 8,5 kilometrdan ortiqni tashkil etuvchi markaziy kanalizatsiya tarmog'ini tubdan rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Qurilish-montaj ishlarini sifatli va o'z vaqtida yakunlash maqsadida 500 nafardan ortiq malakali mutaxassis hamda 50 dan ziyod zamonaviy maxsus texnika va mexanizmlar jalb etilgan. Mazkur kanalizatsiya tarmoqlari 1960-yillarda ishga tushirilgan, hozirgi kunda yaroqsiz holatga kelib qolganligi sababli butun shaharda markaziy oqova suv tarmog'idagi muammolar juda ko'p edi. Shularni hozir bartaraf etish bo'yicha qurilishlarimiz tashkil qilingan. Markaziy kanalizatsiya tizimini butkul yangilash, rekonstruksiya qilish maqsadida 100 milliarddan oshiq mablag'lar ajratilgan. Qurilish natijasida Andijon shahrining 20 mingdan ziyod aholi oqova suv ta'minoti yaxshilanishiga erishiladi. Shu bilan birga viloyatning chekka hududlarida ham aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan ishlar izchil davom etmoqda. Baliqchi tumanining Gurovon mahallasida ham qariyb 9 kilometr uzunlikda yangi suv tarmog'i tortilib, mavjud suv minorasi esa to'liq rekonstruksiya qilinmoqda. Mana prezident tashabbusi bilan yangi O'zbekiston qiyofasiga biz mahallamizga katta yordam qildi. Ilgari suv ta'minotida juda qiyinchilik bo'lardi. Ariqlardan, buloqlardan tashib kelinardi, xalq juda qiyinchilikda bo'lardi. Yangi suv minoralari qurilib, yangidan xalqimizni 100% ta'minotiga harakat qilinyapti. Tez orada shu nimalar yakuniga yetkaziladi. Xalqimiz bundan juda xursand. Prezidentga katta rahmat. Ayni kunda mahallada 5000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hozirda ichimlik suv bilan qamrov darajasi 87% ni tashkil etayotgan bo'lsa, loyiha to'liq yakunlangacha esa bu ko'rsatkich 100% ga yetkaziladi. Markaziy kanalizatsiya tarmoqlarining zamonaviylashtirilishi kelgusi avlodlar uchun ham mustahkam infratuzilma yaratmoqda. Zero yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori aynan ana shunday xalq manfaatiga xizmat qiluvchi islohotlar, obod mahallalar, farovon oilalar va inson qadrini ulg'aydigan ezgu tashabbuslar bilan yanada mustahkamlanib bormoqda. Ruxsora Tojiddinova, Ma'rufjon Kimsanov, Ovoz informatsion dasturi uchun Andijondan.